O'zbekiston 2030 strategiyasining 39-maqsadi doirasida o'tgan yilni o'zida O'zbekiston tarixida eng katta raqamlashtirish audio kitoblarni yaratish yili bo'ldi deb bemalol aytsam bo'ladi. Nimaga? Chunki o'tgan yilning o'zida 1000 ga yaqin kitoblar, juda katta romanlar eng sifatli tarzda audiolashtirildi. Uni shunchaki PDF shaklida emas, balki uni EPUB sifatli shaklda bu kitoblarni mutolaa ilovasiga qo'yib boryapmiz. Raqamlashtirish nafaqat insonlarga yetib borishiga xizmat qiladi kitoblarni, balki hozirgi vaqtda biz har kuni eshitadigan sun'iy intellekt, sun'iy idrok mana shu texnologiyani o'zbek tilidagi modellarini yaratishga ham xizmat qiladi. Chunki aynan hozirgi vaqtda ingliz tilida ravon gapiradigan sun'iy idrok o'zbek tilida gapira olmaydi. Bunga asosiy sabablardan biri aynan matn va audioni bir vaqtda bor emasligi, ya'ni sifatli. Bizda hozir mana shu raqamlashtirish asosida bu imkoniyat ham paydo bo'lyapti va tez orada mana shu mutolaani bazasida siz o'zbek tilidagi ChatGPT ni bemalol ishlatishingiz mumkin bo'ladi.